Agar DNK'ngizni mikroskopga qo'ysangiz, nima ko'rishingiz mumkinligini o'ylab ko'rganmisiz? Avvalambor, DNKni olish uchun og'zingizni tuzli suv bilan chayib, tushgan suvni ozgina spirt va suyuq sovun bilan aralashtirsangiz, qorishmaning ustida shilimshiq hosil bo'ladi. Va aynan o'sha narsa DNKdir. Uning aksariyati sizning DNKngiz, lekin qanchadir qismi og'zingizda yashovchi bakteriyalardan iborat bo'lishi mumkin. Agar bu shilimshiqni 100 marta kattalashtirsak, oqsil va bakteriyalardan tashkil topgan tolachalarni ko'ramiz, ya'ni DNK tolachalarini. Afsuski, u tolachalarning ko'rishni o'zi deyarli yaroqsiz. Qizig'i shundaki, sizni siz ekanligingizni ko'rsatuvchi DNK kodingizni hattoki million dollarlik elektron mikroskoplar ham ko'ra olmaydi. Xo'sh, unda insoniyat DNKdagi ma'lumotlarni qanday o'qiydi? Barchaga salom. Bugun sizlar bilan 20-asr men uchun eng qiziqarli bo'lgan kashfiyotlardan biri. Gena texnologiyani dunyoga kelishi, ya'ni qanaqa qilib biz qondagi molekulalarni, undagi mutatsiya va kasalliklarni oldindan bilishimiz yoki ularni test qilib aniqlashimiz. Irsiy mutatsiyalarni, Down sindrom va shunga o'xshagan har xil holatlarni bola tug'ilishidan ham oldin aniqlay olishimiz va qanaqa qilib zamonaviy olamda DNKni o'zgartirishimiz, ya'ni montaj qilishimiz haqida gaplashamiz. Bugungi videoning eng qiziqarli joyi bu texnologiyalarning kashf bo'lishiga narkotik, ya'ni giyohvand moddalar bilan shug'ullanadigan professor olim sababchi bo'lgan edi. Ya'ni bugun narkoshani ajoyib sarguzashtlari haqida gaplashamiz. Giyohvand bo'lgan bir olim bir botmon tabletka ichib, kayfda payti insoniyat tarixidagi eng qiziqarli va muhim kashfiyotlarga sababchi bo'lmaganida, balki hozirgi kundagi gena texnologiya, qon analizlari, eko va shu kabi muhim texnologiyalar sodir bo'lmagan bo'lardi. Balkim. Ha, aytgancha, u olimning xarakteri juda ham og'ir bo'lgan. 1960-yili Berkeley universitetida biokimiya sohasida o'qirkan Kary Mullis unchalik ham a'lochi bo'lmagan, chunki u sintetik giyohvand moddalar iste'moli bilan band edi. U o'qishni unchalik jiddiy qabul qilmas, PhD dissertatsiyasini hazillar bilan to'ldirgan o'quvchi edi. Shu darajada ahmoqgarchilik qilganidan o'qish komiteti uni dissertatsiyasini to barcha bachkanaliklarni olib tashlamaguncha qabul qilmasligini aytadi. Muammo shunda ediki, Kary bu moddalardan ilhom olardi. Moddalar unga har xil yangi g'oyalar berar edi. U hatto 22 yoshida olamning boshidan oxirigacha degan maqola yozib, u maqolada galaktikaning ibtidosidan intihosigacha bo'lgan barcha hodisalarni bashorat qilib chiqadi va taqdirga qarshi chiqqan holda u maqola rostmanasiga chop etiladi. O'qishni bitirganidan so'ng u el qatori ish topishga qiynaladi. Avvalambor kardiologiya laboratoriyalaridan birida ishlaydi. U yerda o'layotgan kalamushlarni ko'rib, siqilib ketgach, novvoyxonaga ishga kiradi. Novvoyxonada ishlar ekan, kunlardan bir kuni u Tom White degan insonni uchratadi va Tom White o'sha paytlarning Citus degan startup biotech kompaniyasida ishlaydigan odam bo'lib chiqadi. Biroz gaplashgandan so'ng Tom Karyga ish taklif qiladi va kompaniya direktoriga qarab, "Bu Mullis degan bolani ishga olish kerak. U usta sintetik kimyogardir. Bilishimning sababi, u o'qishda giyohvand moddalarni sintesiz qilib kelgan ekan", deydi. Citus dunyodagi eng birinchi biotech kompaniyalardan biri edi. U kompaniya 1971-yili tashkil topgan bo'lib, o'z davrining ayni talabi kuchli payt dunyoga kelgan edi. Chunki u paytlar olimlar qanday qilib DNKning informatsiyasini o'zgartirish mumkinligi va ya'ni montaj qilish ustida ishlayotgan paytlar edi. Va qiziq tomoni, aynan o'sha yili DNK olamida katta bir narsa kashf qilingan. Bakteriya phage. Phage bu virus bo'lib, u qiladigan ish bakteriya tanasiga yopishib olib, o'z DNKsini bakteriya tanasiga xuddi ukolda urgandek urish va bakteriya to yorilib ketguncha o'z hisobidan phagelarni ko'paytirishdan iborat edi. Olimlar topgan narsa shu ediki, u ham bo'lsa ba'zi bakteriyalar bu virusga qarshi immunitetga ega bo'lishni boshlashgan edi. Bu himoya molekulalari bakteriya DNKsini skanerlab, qachon ular qidirayotgan oqsil ketma-ketligini ko'rganida, o'sha DNK tolasini kesib, uni yaroqsiz narsaga aylantirar edilar. Olimlar esa bu kichkina qaychi molekulalarni cheklovchi fermentlar deb atashadi. Va har xil fermentlar DNKni har xil joylarda, har xil sabablarga ko'ra kesuvchi molekulalar bo'lgan.
Qizig'i shundaki, bu fermentlar inson DNKsida ham bir xilda ishlar edi va olimlar aynan o'sha sabab har xil fermentlardan tashkil topgan kerak bo'lsa kerakli joyda va kerakli maqsadda ishlata oladigan nanoskopik qaychilardan iborat toolbox yasamoqchi bo'lishgan. Citusning maqsadi esa biotekda shu kabi kashfiyotlar yaratib, kasalxonalar kasalliklarni diagnoz qilish uchun an'anaviy DNK testini yaratish edi. Va u paytlar bu kabi oddiy eshitiladigan DNK testlari mutlaqo ilojsiz bo'lgan. Deylik, siz o'roqsimon hujayra kasalligini topmoqchisiz. Anemiyani bitta turi. Albatta, uning uchun qonni mikroskopda ko'rsangiz bo'ladi. Ammo u narsa subyektiv, ya'ni bitta doktor ko'rgan narsani ikkinchi doktor payqamasligi mumkin. Va Citus shu narsani genetik test orqali standartlashtirmoqchi edi. Va albatta, genetik test uchun bizga DNK kerak bo'ladi. Har bir hujayrangiz ichida 23 ta xromozomalar bor va agar 11 xromozomani uchiga zoom in qiladigan bo'lsak, biz beta globin genini topamiz. Va bu adenin, timin, guanin va cytosin, ya'ni A, T, G va S dan tashkil topgan ketma-ketlik kod sizning qizil qon tanachangizni shaklini belgilaydi. Va agar siz shu nuqtada va ikkala ota-onangizdan ham A o'rniga T ni olgan bo'lsangiz, bu degani sizda o'roqsimon hujayra anemiyasi bor degani va u narsa irsiy mutatsiya. Ya'ni siz u narsani yuqtirib olmagansiz, balki irsiy o'tgan. Ya'ni ko'nglingiz to'q bo'lishi mumkin degani. Qaysidir ma'noda, of course. Muammo shundaki, biz bu narsani mikroskopda ko'ra olmaymiz. Shunday ekan, qanday qilib bu 6 milliard harfdan tashkil topgan DNKni orasida bir dona harfni tekshirsak bo'ladi? Kary Mullis bu muammoni shunday tasvirlar edi. Bu ishni qilish xuddi mashina nomerini qorong'uda oydan turib o'qishga harakat qilishdek gap degandi. Biroq Xudoga shukrki, bu narsani iloji bor. O'sha paytlar iloji bor edi. Uning uchun esa biz avvalambor beta globinni DNKning boshqa joylaridan ajratib olishimiz kerak. Buning uchun bizga aynan beta globinni ko'ruvchi, cheklovchi fermentlardan foydalangan DNKni kesib chiqamiz. O'roqsimon mutatsiya esa shu tolalardan biriga joylashgan. Hali, lekin uni bilmaymiz jarayonni bu qismida. Endi DNK negativ zaryadga ega bo'lganligi uchun agar biz DNKni machaqismon suyuqlikdan iborat idishning bir chetiga qo'yib, suyuqlik orqali zaryad o'tkazsak, DNKlar negativ terminal tomonidan pozitiv terminal tomon harakatlanadi. Kaltaroq tolachalar yengil bo'lganligi tufayli suyuqlik orqali tezroq va uzunroq harakatlanadi. Va jarayonning nomi esa gel elektroforeza edi. Va albatta maqsad suyuqlik bo'ylab DNKni uzunligiga qarab ajratib olish. Bu jarayonning natijalari muntazam ravishda bir xil bo'lganligi uchun bu narsa standartlashtirilgan va bu orqali biz har xil uzunlikdagi DNKlarni bir-biridan alohida qilib olamiz. Start chizig'ida bizda 10 mingta bog'lanmadan iborat chiziqlarni, pastroqda kaltaroq bo'lgan 3000 ta, 1000 ta va 250 ta bog'lanmadan iborat bo'lgan DNK tolachalarini ko'rsak bo'ladi. Va biz maxsus fermentlar ishlatganimiz uchun aynan qaysi uzunlikdagi tolalar biz qidirayotgan mutatsiya ekanligini bilsak bo'ladi. Mutatsiya qayerdaligini bilganimizdan so'ng keyingi bosqichga o'tamiz. Ya'ni endi maqsad biz ajratgan tolada o'roqsimon hujayra mutatsiyasi bormi yoki yo'qligini bilish. Bu bosqichda biz DNK tolalarini ishqoriy kislotaga solsak yoki o'rniga 90 gradusga isitsak, tolaning nukleotidlari, ya'ni ikki qismi bir-biridan uziladi. Endi esa bu ikki tola konfiguratsiyasi mos keluvchi xohlangan boshqa begona tolaga ulanishi mumkin. A'lar faqat T'larga, G'lar esa S'larga ulana oladi. Va begona tolani ulash uchun konfiguratsiya yasash kerak, maxsus konfiguratsiya. Olimlar bu holatdan laboratoriyada sintetik, ya'ni soxta bo'lgan, ma'lum bir konfiguratsiyaga ega bo'lgan tolachalarni yaratib, har xil maqsadlarda foydalanishsa bo'lardi. Bu sintetik tolachalarning nomi probalar deyiladi va ular xohlangan oldima-ketinlikda yasalishlari mumkin va ularning uzunligi odatda 20 ta bog'lanish nuqtasidan iborat bo'lgan. Deylik, o'roqchi hujayra mutatsiyasining ketma-ketlik kodi STGTG dan iborat. Bu degani biz bu mutatsiyaga bog'lanuvchi GAS probasini yasashimiz kerak. Va normal DNKni ketma-ketligi esa bu mutatsiya yo'q DNKni ketma-ketligi STGAG bo'lganligi uchun bu holatda normal DNK tolasiga bizning sintetik probamiz bog'lana olmaydi. Jarayonning sirli bosqichi bu probalarni radioaktiv holatga keltirib, keyin bog'lash edi.
Va albatta bu probalarni qo'shgandan so'ng ularni yuvish kerak. Yuvilgandan so'ng bog'lanmagan ortiqcha DNKlar yuvilib ketishi kerak edi. Va nihoyat eng oxirgi bosqich namunani radioaktiv energiyasini tekshirish bo'lgan. Aynan o'shaning uchun biz DNK tolachalarini, probalarni radiatsiya bilan ta'minlashimiz kerak bo'lgan edi oldinda. Va ko'rib turganingizdek, mutatsiyasi bor namunaning o'ng tomonida radioaktiv probalar ko'rinmoqda. Bu degani biz yasagan, faqat shu biz istayotgan mutatsiya bilangina bog'lana oladigan sintetik probalar DNKda o'sha mutatsiyani topib, u bilan bog'lanib qolgan degani edi. Boshqacha namunada esa mutatsiya bo'lmaganligi uchun u yerda probalar bog'langani ko'rinmagan. To'g'ri, DNKning chap tomonlarida ham radioaktiv elementlar bor, chunki biz yasagan probalar boshqa tolalarga ham bog'lana oladi va DNKning uzunligi bo'yicha ajratib olishimiz aynan shuning uchun kerak edi. Bu uslubning nomi Janubiy dog edi va u ish bergan, ammo katta muammosi ham bor edi. U ham bo'lsa bu jarayonning boshidan oxirigacha kunlab, kerak bo'lsa haftalab vaqt ketardi. Ya'ni jarayonning har bir qismi qiyin va samaradorsiz bo'lgan. Va ya'ni DNKni ajratib olish samaradorsiz, uni tinishini kutish samaradorsiz va eng yomoni olimlarni radioaktiv qog'ozlar bilan ishlab, o'z xatolarini xavf ostiga qo'yishlari samaradorsiz bo'lgan. Va buning muammoli tomoni, bu uslub ommaviy ravishda juda qimmatga tushar va katta bosh og'riq bo'lar edi. Situs esa bir sutkadan kam vaqtda bitadigan va bir dona shisha idishini o'zini talab qiladigan uslub yaratmoqchi edi. Va ular rostmanasiga juda yaqin edilar, chunki ular bor yo'g'i 7 soatda javobi chiqadigan uslub o'ylab topishgandi. Ammo bu testning boshqa muammosi ham bor edi. Ya'ni natijalar zo'rg'a ko'rinar. Ular shunaqangi ko'zga ko'rinmasligidan mutatsiya bor yoki yo'qligini bilish deyarli ilojsiz bo'lgan. Kerry Mullisga qaytadigan bo'lsak, u bu testlarni kashf qilish ustida ishlamayotgandi. Uning situsdagi kasbi ana u sintetik probalar bor-u, o'shalarni yasash edi. Ya'ni uni ishi jarayonning eng zerikarli qismi bo'lgan. U bu kichkina tolalarni birma-bir yasab chiqar ekan va ular bog'lanishini kutar ekan, kunlarning ko'p qismi zerikish va depressiya bilan o'tar edi. Balkim o'shaning uchundir uning ishxonadagilar bilan munosabati o'ta yomon edi. U deyarli hech kim bilan chiqishmas, sekretarlar, qo'riqchilar va hamkasblari bilan urush janjal qilar va shu ham yetmaganday xotini bo'la turib boshqa ayollarga gap otadigan xotinboz ham edi. Uni xarakteri yomonligidan janjallarning birida u ishxonaga pistolet olib kelaman deb tahdid qilgandi. Kunlardan birida kompaniya ishxonaga bir qurilma olib keladi. Va qisqacha qilib aytganda bu qurilma Kerry Mullisning ishini qilardi. Ya'ni sintetik DNK tolalarini, ya'ni probalarni yasardi. U qurilma juda ham tez ishlar. Mullis bir oy mobaynida qiladigan ishlarni bu qurilma bor yo'g'i bir kunda bajarardi. Bu esa albatta Mullis hayol surishi uchun juda ham ko'p vaqt bergan. Ishda yelkasidagi yuk kamayganligi uchun endi u dam olish kunlarini Kaliforniyaning tog'lik hududlarida o'tkazishni boshlaydi. Shunchaki dam olish uchun. 1983-yilning bahor oylaridagi juma kunlarining birida Kerry Mullis dachasi tomon mashinasini haydab borar ekan, hayollarini o'tlashga qo'yib beradi. Tasavvur okeaniga sho'ng'ishni boshlaydi. Uning maqsadi yangi DNK testining muammosini yechish edi. Shu payt uning kallasiga g'oya keladi. U o'ylaydi: Oydan turib, yer ustidagi mashina raqamini o'qish uchun kuchliroq bo'lgan teleskop yaratishni o'rniga mashina raqamlarini ko'paytirsak nima bo'ladi? Qachondir ham ularning soni ko'p bo'lganligi uchun ko'ra olishimiz kerak-ku, deydi. Bu g'oya uning ko'z oldiga DNK tolachalarini olib keladi va u tog'ga qarar ekanman, ko'z oldimga ko'k va pushti bo'lgan elektrik molekulalar kelar edi, deydi. Endi Kerry da'vo qilishi bo'yicha u aynan o'sha damda moddalar ta'siri ostida bo'lmagan va lekin yoshligidan beri moddalarni iste'mol qilib kelayotganligi uchun u moddalarni iste'mol qilmasdan turib ham kayf qila olardim degan. Mullisning tasavvuri bo'yicha u DNK tolalarini otdek minar va orzusi ro'yobga chiqishini kuzatar edi. Haqiqatdan kayf ostida bo'lmaganmi yoki yo'qmi? Faqat Mullis o'zi biladi. Qizig'i shundaki, o'roqsimon hujayra mutatsiyasining DNK ketma-ketligi allaqachon ma'lum bo'lgan. Mullis esa tolachalarning bir tomon ketma-ketligini yodlab olgan bo'lganligi tufayli narigi tomonni ham bilar edi. Va agar u DNKning haroratini ko'tarib, zamok kabi ikkiga ajratsa, u ikkala tolachaga ham mos tushuvchi sintetik tola yasay olardi. Ya'ni proba va bu sintetik tolalar esa katalizatorlar va namunalar vazifasini bajarar edi. Shundan so'ng esa Mullis DNK polimerazalaridan, ya'ni maxsus oqsildan tashkil topgan va DNKni ta'mirlash bilan shug'ullanadigan fermentlardan foydalanib, ular orqali atrofda suzib yurgan nukleotidlarni tolachaga yopishtirish orqali tolachaga mos tushuvchi
proba yasay olardi. Nukleotidlar deganda DNKni bir dona oqsil zarrasi, ya'ni Legoni qismi bo'lsa, o'sha bir dona Legoni g'ishchasi nukleotid hisoblanadi. Bu degani esa bu orqali Moles DNKni birga bir kopiyasini yarata olish mumkin degani edi. DNK polimerazalar hayotdagi har bir yashovchi organizmning har bir hujayrasida mavjud. Chunki aynan o'sha polimerazalar hujayralarni ikkiga bo'luvchi, ya'ni ko'paytiruvchi mexanizmlaridir. Va lekin ular faqatgina bir tomonga qarab DNK tolalarini to'qib chiqishlari mumkin, xuddi bir tomonli yo'lga o'xshab. Har bir DNK tolasi fosfat molekulasi bilan boshlanadi. Uning nomi esa 5-prime end deyiladi. U fosfat esa deoksiriboza degan nukleotidlarni birini ushlab turuvchi shakar molekulasiga bog'langan. Deoksiriboza esa keyingi nukleotidning fosfatiga, u esa keyingi shakar molekulasiga bog'langan va shu tariqa ketma-ketlik davom etadi. Ammo so'nggi deoksiriboza esa hech qanday fosfatga bog'lanmagan, lekin u nimadirga bog'lanib turishi kerak. Shu sabab u gidroksilga bog'langan, ya'ni vodorod va kisloroddan tashkil topgan kimyoviy element. Bu narsaning nomi esa 3-prime end deyiladi. Bir tomonning 3-prime endi doimo ikkinchi tomonning 5-prime endiga mos tushadi. Ikki tola ikki xil yo'lda to'qilganligi uchun bu kombinatsiyalar doimo bir-biriga tushadi. DNK polimerazalari uchun esa keyingi nukleotidni bog'lash uchun gidroksil kerak va boshqachasiga to'qiy olmas edi. Qizig'i shundaki, bu narsa Moles uchun cheklov emasdi, balkim ustunlik edi va u bu ustunlikdan aynan qanday foydalanishni bilar edi. U ikkala tolaga ham mutatsiyadan oldin yopishadigan sun'iy tolalar, ya'ni probalar va mutatsiyaga qarab harakatlanadigan polimerazalar tuzib, jarayonni tezlashtirish uchun qo'shimcha nukleotidlar solar va bu orqali mutatsiya tolasini 2 ga ko'paytira olar edi. Oradan ko'p vaqt o'tmay, unda yana bitta evrika momenti sodir bo'ladi. U bu 3 ta qadamni qayta bajarishi. Birinchi, DNKni ajratishi, ikkinchi, sintetik tolalarni ulashi, uchinchi, polimerazalar orqali DNKni cho'zib, mutatsiyalar sonini 4 ga ko'paytirishi mumkin edi. Shu tariqa u 8 ta, 16 ta, 32 ta, 64 ta qila olishi mumkin edi. U tushunib yetadiki, agar bu jarayonni 30 marta qaytarsa, Kary Mullesda bir xil mutatsiya ketma-ketligini 1 milliard nusxasi bo'lar edi. Va bu degani esa butun yer yuzini xuddi mashina nomerlari bilan qoplashi kabidir degan edi. U boshqacha sintetik tolalar dizayn qilish orqali xohlagan ketma-ketlikni ko'paytira olardi va bu degani bu narsa nafaqat o'roqsimon hujayrani, balkim xohlagan kasallikning DNKdagi ketma-ketligini topish uchun ish berardi degan edi. Asosiysi, qidirayotgan mutatsiyaning ketma-ketligini bilsangiz, xohlagan organizmni ham tekshira olar va uning DNKsini xuddi yadroviy zanjir reaksiyasi kabi nusxalay olar edingiz. Moles kayfda payti bilmagan holda DNK kopiya apparatini kashf qilgan edi. U apparatning nomini esa Moles Polymerase Chain Reaction, ya'ni o'zbekchalab qilib aytganda polimeraza zanjir reaksiyasi deb ataydi va qisqachasiga PCR deb nomlanadi. U shu zahotiyoq mashinani to'xtatar va xayoldagi barcha o'ylarni daftarchasiga yozib olgan edi. Kary dam olar ekan, PCR uni xayolini umuman tark etmaydi. Hatto dachasiga borgandan so'ng dam olar ekan, to'xtovsiz tasavvurlar orqali u DNK bombalar miyamda portlar ekanman, uxlashga juda ham qiynaldim. Ajab, agar hech qachon bu moddalarni iste'mol qilmaganimda nima bo'lgan bo'lardi? PCRni o'ylab topgan bo'larmidim? Menimcha yo'q, ishona olmayman. Rostdan ham ishona olmayman deydi. Shunday qilib u dushanba kuni ofisga bostirib kirib, g'oyasini o'tkazishga harakat qiladi. U qanday qilib mayda narsalarni ko'rishga harakat qilishni o'rniga, o'sha narsalarni ko'paytirsak-chi, o'sha narsa yaxshi emasmi deya prezentatsiya qilar ekan. Prezentatsiyasi oxirigacha yetmasdan odamlar o'rnidan turib, uni xayolparastlikda ayblab, prezentatsiya xonasidan chiqib ketishni boshlashadi. Buning sabablaridan bittasi Mollesning hamkasblari uning bu kabi tentaknamo g'oyalarini ko'p eshitganligi edi. Ular bu g'oyaga qarab, bu juda ham oddiy g'oya, bu narsani qachondir ham qilib ko'rgan bo'lishimiz kerak. Sababi bor, nimaga hozir bu narsani qilmayotganligimizni deyshadi. Chunki o'ylab topgan yechimi shunchaki oddiy narsa edi, murakkab narsa o'ylab topmagan. U aytgan, "Okey, mana biz qo'shuvni qidiryapmizmi? Qo'shuvni qidiradigan teleskop yashashini o'rniga qo'shuvni kopiya qiladigan apparat yasaylik. Qo'shuv ko'payib ketgandan keyin qo'shuvligini bilib olamiz. Hamma yoqdan chiqib keladi shu xonadan", deydi. Ammo bu gaplar Mollesning umidini so'ndirmaydi. 1983-yilning sentyabr oyida u eksperiment qilishni boshlaydi. Bu birinchi eksperimentida Molles 4 juft nukleotiddan tashkil topgan inson DNKsini nusxalashga harakat qiladi. Oylar davomida u harakat qilib ko'rarkan, muvaffaqiyat bilan do'st
tutinmaydi. Muammo shundaki, inson DNKsi juda ham murakkab tuzilgan edi. Shunda u kichikroq ko'rpachaga oyoq uzataman deya bor yo'g'i 25 ta juftdan iborat bakteriya DNKsini nusxalash ustida ishlashni boshlaydi. Oylar davomida u dastlabki g'oyasidagi uslubdan foydalanib, DNKni nusxalashga harakat qilib ko'radi. 1984-yilning yoz oylarida va nihoyat Mollis ishini bitirganiga ishonch bildiradi. U yo'lini topganiga ishonadi. Ammo Citus, ya'ni u ishlaydigan kompaniyadagi boshqa olimlar bu fikrda emasdilar. Muammo shundaki, uning ishi pala-particha edi. U o'z tajribalarini kontrol qila olmas, aniq bir formulaga ega bo'lmas va muntazam ravishda bir xil natijalar ola olmas edi. Shunchaki randomni o'xshab qolardi uning ishi. Hattoki uning hamkasbi Norman Arnheim Carey'dan tashqari hech kim u ko'rsatgan natijalar, u qilgan ishidan hosil bo'lganiga ishonmaydi deydi. Va Tom White ham har qanday mustaqil olim bu natijalarni ko'rib, xuddi shunday natijalarni ola olardi. Ya'ni bu yangilik emas deb da'vo qiladi. Carey Mullis esa bu izohlarni qalban his qiladi, ya'ni tep ketadi, his qilib yoradi. U doimo bu natijalar haqida hamkasblari bilan talashar, kunlarning birida u hatto mushtlashishga ham boradi. Uning kompaniya aro obro'si tushib borar ekan, barcha uni chiqib ketishini xohlagan edi. Ammo Tom White va nihoyat PCRda potensial ko'radi va shu sabab Citus Mullisga 1 yil muhlat berishga kelishadi. U 1 yil ichida PCRning haqiqatdan ishlashini isbotlashi kerak edi va bu narsani u yolg'iz emas, balki yordamchi tekshiruvchilar bilan ishlash kerak edi. So'ngra kompaniya direktorlari Mullis bilan ishlash uchun bir nechta olim kimyogarlarni biriktiradi va keyingi bir necha oy bu olimlar birgalashib tunni tun, kunni kun demay ishlashadi. 1985-yilning bahor oylariga kelib esa bir necha oy davom etgan testlar, tajribalar, o'zgartirishlar natijasida bu olimlar va nihoyat formulani topishadi. Ular PCR orqali mutatsiyani yaqqol ko'rinadigan va muntazam ravishda ishonchli natija beradigan jarayon tuzishgan edi. Va bu jarayon bilan ular endi o'roqsimon hujayra mutatsiyasini aniqlik bilan 10 soatdan kam vaqt ichida topa olar edilar. Lekin hatto bu nuqtaga kelib ham PCR shunchaki konsepsiya edi. U hali amaliy narsa emasdi, chunki uni bir katta muammosi bor edi. Qizig'i shundaki, DNKning har bir klonlash jarayonida DNKni ajratish uchun biz haroratni 95 darajaga ko'tarib, so'ngra probalarni ulash uchun qayta 30 darajaga tushirishimiz kerak edi. Va keyingi sikl uchun ham yana qayta 95 darajaga ko'tarish kerak bo'lgan. Muammo shundaki, har bir siklda ulangan probalarni qayta to'qib chiquvchi polimerazalar yo'q bo'lib ketardi. Bunga sabab ular E. coli degan bakteriyadan olingan bo'lib, bor yo'g'i 50 daraja issiqqa chiday olishardi. Va ya'ni har bir siklda biz to'xtab, polimerazalar qo'shib, keyingina jarayonni davom eta olganmiz. Va albatta bu narsa ortiqcha vaqt, mablag' va kuch talab qila turib, ochiqchasiga kelajakda foydasi yo'q bo'lganligi ma'lum bo'lganligi uchun bu muammoga yechim topish kerak edi. Ajablanarli joyi, u muammoga yechim insoniyat ko'zini oldida 20 yildan beri qaynab kelayotgan edi. 1964-yili Tom Brock degan mikrobiolog Yellowstone National Parkiga madaniy hordiq uchun tashrif buyurar ekan, qaynoq buloqlarning har xil ranglari uning e'tiborini tortadi. U bu rangli suv osti qatlamlariga qarar ekan, o'ziga o'zi bu ranglar bakteriyamikin yo boshqa narsami deydi. Qizig'i shundaki, u paytlar insoniyat Selsiy bo'yicha 60 darajadan baland issiqlikda hech qanday organizmlar yashay olmaydi deb o'ylashardi. Ammo Brock esa nafaqat bunga qarshi bo'lgan, balkim uning da'vosi bo'yicha organizmlar kerak bo'lsa 100 daraja issiqlikda, ya'ni qaynayotgan suvlarda ham bemalol yashab olishini ta'kid qilgan. Shunday qilib Brock safardan qaytgandan so'ng bu buloqlarning yaqinida test laboratoriyasini tashkil qiladi. Va o'z qo'lida o'qiyotgan bakalavrdan biri Hudson Freezeni tajribalarda sherik bo'lishga taklif qiladi. U paytlar hatto ichkilik ichadigan yoshda emasdim. Xo'sh, biz bu buloqlarga borib, suvdan analiz olar edik va laboratoriyaga tahlil uchun qaytib kelar edik. Demak, har kuni 3-4 kun mobaynida men qo'limga shisha probani, shunchaki standart probani uni buloq suvga to'ldirib, silkitib ko'rardim. Zora ichidan nimadir bor bo'lsa deb. Hech narsa ko'rmas edim. O'zimga o'zim, ha, bu foydasiz derdim. 3-kuni hech narsa. 4-kuni, bunga qara, tagida nimadir bor. Shunda probani olib silkitar ekanman, bu safar esa tagida nimadir ko'zimga ko'rindi. Qiziq.
Keyin pipetkada bir tomchi olib mikroskopga qo'yar ekanman, uni o'ylasam, to hozir ham tikim tikka bo'ladi. Mikroskopga qarar ekanman, bir botmon chuvalchanglar vij-vij bo'lishini ko'rdim. O'zimga qarab, ey xudoyim, men yer yuzidagi birinchi bu narsani ko'rgan insonman dedim. Laboratoriyada mendan tashqari bitirgan bir o'quvchi ham bor edi. U menga qarab, buni biz Hudson Freezes deb atashimiz kerak dedi. Lekin rostdan ham ismingiz ajoyib. Yo'q, bu narsani insonni nomiga nomlay olmaymiz. Biz buni Thermus Acousticus deb nomlaymiz, deydi Tak. Bitirgan o'quvchi bilan men shunda bir-birimizga qarab issiq suv. Bu nom unchalik kreativ emas-ku dedik. Bu kashfiyot agar organizm u haroratda yashay olar ekan, bu degani uning barcha fermentlari u haroratga chiday oladi degani edi. Ya'ni odatda siqilib bo'lgan degani edi. Va yaqqol ediki, qaynayotgan suv bu mavjudotlarga zarar yetkaza olmas edi. Ammo u paytlar biz bu narsani foydasi yo'q deb o'ylar edik. Shunday qilib Brock va Hudson o'z kashfiyotlarini maqola sifatida chop etib, topgan Tak namunalarini Amerikaning mikroorganizmlar kolleksiyasiga qo'shib qo'yishadi. Oradan 16 yil o'tib, 1985-yilning bahor oylarida Kary Mullis Brock va Hudsonning kashfiyotlari haqida o'rganadi. Qiziq shundaki, Kary PCR sikllarining baland haroratiga chiday oladigan polimerazalarni izlayotgan edi va nihoyat u izlayotgan xazinasini topgan edi. Karyning taklifi bilan uning jamoasi bakteriyalardagi polimerazalarni ajratib olib, ularni PCR testida qo'llab ko'radi va natijalari hayratda qoladigan darajada edi. Situsdagi olimlardan biri bo'lgan tajribada faol qatnashayotgan David Gelfand natijalarni ko'rib, bu narsa shu paytgacha tasavvur qilgan har qanday variantimizdan yaxshiroq ishladi va nihoyat orzular amalga oshdi deydi. Tak nafaqat PCRning baland haroratini ko'tara olar edi, balkim Tak uchun baland harorat ayni kerakli narsa edi. Quyidagi rezultatlar eski jarayonning natijalari. Ko'rib turganingizdek, bu na uroq-simo hujayrani yaxshi ko'rsatgan, ammo boshqa ko'plab mutatsiyalarni ham ko'rsatib, ajratib olishni qiyinlashtirgan edi. Bunga sabab sintetik fermentlar, ya'ni probalar DNKga hattoki bir xil mos tushuvchi bo'lmasa ham ulana olar edi. Ularga shunchaki haroratni yetarlicha tushishi kerak edi, xolos. Tak bilan esa haroratning tushishiga ehtiyoj bo'lmagan. Shu sabab bizning sintetik fermentlarimiz faqatgina biz izlayotgan mutatsiyagagina bog'langan va bu esa Tak bakteriyalari orqali chiqqan natija edi. Endi siz shunchaki jarayonni boshlab 30-40 sikl o'tgandan keyin bir necha soatdan so'ng qaytib kelib, qidirgan narsangizni yaqqol ko'ra olardingiz. PCR ajoyib narsa edi. Endi bu kashfiyot bilan insoniyat o'z DNKsidagi xohlagan narsani o'lchamidan qat'iy nazar ko'rib, topa olib, uni test qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan. Shunda Situs o'zida oltin g'oz borligini tushunib yetdi. Lekin boshqa kompaniyalar Perkin, Elmer, Kodak ularning g'oyalari haqida xabar olib, orqa-varotdan u narsaga tushunib yetib olishayotgan edi. Va agarda boshqa birov o'z maqolasida PCR polimera zanjir reaksiyasini hatto ozgina ta'kidlab o'tsa ham, Situs barcha patent huquqlarini yo'qotishini bilib, bu haqida iloji boricha jamiyatga tezroq e'lon qilishga harakat qildi. PCR guruhi bu g'oya aynan Mullisga tegishli bo'lganligi uchun uni o'z yakka holda maqola yozishini taklif qildi. Ammo Mullis esa hali beri bu ishga qo'l uradiganga o'xshamas edi. Shunda kreditni yo'qotishdan qo'rqib qolgan guruh vakillari o'z PCR tadqiqotlariga asoslangan maqolani o'zlari nashr qilishga majbur bo'lishadi. Va 1985-yilning dekabr oyida Science jurnalida, ya'ni Ilm-fan jurnalida chiqqan birinchi PCR haqidagi maqolada Mullis 4-o'rinli muallif sifatida ko'rsatiladi. Tabiiyki, u bundan juda ham g'azablanadi. Vaqt o'tishi bilan endi u o'zining maqolasini tayyor qilganida, uni hech qaysi obro'li jurnallar xohlashmaydi. Bu holatga qarab Kary Mullis nafaqat tabiat tomonidan o'zini omadsizligini, balkim ilm-fan tomonidan ham o'zini omadsizligini
ta'kid etadi. Lekin jamoadoshlari Mullisga to'g'ri e'tirofni berishga harakat qilishadi va u 1986-yilda mikrobiologiya simpoziumidagi nutq orqali PCR ning yuziga aylanadi. Ammo bu juda ham kech edi. Shundan keyin Mullis Situsdan ketadi va lekin uni ketishiga qaramasdan PCR ustidagi ishlar usiz ham davom etayotgandi. U ketganidan keyin avtomatik PCR mashinalari ishlab chiqildi va butun jarayon avtomatlashtirildi. Bu mashinalar hozirgacha ham har qanday DNK bilan ishlovchi laboratoriyalarda mavjud. Aynan shu tufayli PCR ulkan muvaffaqiyatga erishadi. Polimeraz zanjir reaksiya testi PCR aslida bu DNKning nusxasini ishlab chiqaruvchi qurilma va u hatto boshqa testlar aniqlay olmaydigan qon saratoni hujayrasini ham aniqlay oladi. Ya'ni PCR qondagi yoki umuman DNKdagi xatolarni va kamchilik, kasallik, o'zgarishlarni, ularni aniq joyini, lokatsiyalarini aniqlab topish emas, balkim o'sha narsa bilan reaksiyaga kirishuvchi kimyoviy elementni qo'shib DNKga va DNKdagi o'sha muammoni shunchaki ko'paytirib berardi. Siz oradan keyin qilib qaytib kelsangiz, butun xonadan bitta mana bu narsani qidirayotgan bo'lsangiz, PCR shu narsadan 2 minutda, 3 minutda qilib berardi. Agar tasavvur qiling, siz xona yoki garajdan yoki supermarketdan shu narsani bir dona nusxasini qidirayotgan bo'lsangiz, sizga balkim kunlab vaqt ketishi mumkin. Va lekin bitta printer, copy machine qo'yib qo'ysamda, shu narsani 3 minuttasini hamma yoqqa chochib tashlaydigan qilib qo'ysam, siz supermarketga kirganingizda birinchi 5 minut ichida aynan shu shirinlikni topgan bo'lardingiz. PCR ham aynan o'shanaqa apparat edi. Apparat deganda uskuna deb nazar tutyapman. #o'zbekcha gapir. Eng asosiysi PCR eng mayda DNK namunalarini ham ko'paytira olishi orqali sud tibbiyotini yanada kuchaytiradi. Masalan, yuzlab nohaq sudlanganlar, bekordan bekor qamoqqa ketib qolganlar ozod qilinadi. Minglab jinoyatchilar aynan shu texnologiya tufayli qo'lga olinadi va minglab oilalar aynan shu texnologiya tufayli qayta birlashadi. Biz PCRdan har doim foydalanamiz. Zamonaviy hayotimizni bu texnologiya qamrab olgan va aynan bu inqilobning markazida Kary Mullis turadi. Kary Mullis surfing, olimlik va ilm-fan bir vaqtning o'zida zavqli bo'la olishini isbotlagan va undan tashqari hech qanday uchramaydigan giyohvand moddalarga mukkasidan ketgan bir olim edi. 1993-yilda kashfiyoti uchun Kary Yaponiya oliy mukofoti va kimyo bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. Va albatta u shuhratparast bo'lganligidan hamkasblari unga yordamlashganiga qaramasdan hikoyani yakka o'zi tarafga burishga erishadi. Uni hamkasbi Ehrlich aytganidek, Kary uchun tarixni qayta yozish maqola yozishdan muhimroq edi. U PCRga shon shuhratga olib boruvchi yo'l deb qarar edi. Keyinchalik Kary o'zining mashhurligidan foydalanib, ommaga g'ayrioddiy qarashlarni targ'ib qilishni boshlagan. U yaltirab turgan rakumlarni ko'rgani va begona sayyoraliklar tomonidan o'g'irlab ketganligi va shunga o'xshash narsalarni boshidan o'tkazganligini da'vo qilgan. Va o'sha mashhur Dancing Naked in the Minefield nomli kitob ham aynan shu o'zimizning Kary Mullisga tegishli. Washington Post jurnali esa buni ajoyib tarzda Nobel olgan eng g'alati kishi deb izohlaydi. Undan tashqari u O.J. Simpson ishida ekspert guvoh sifatida ishtirok etadi va Marilyn Monroe kabi o'lgan mashhurlarning DNKsini PCR orqali olib, ulardan suvenirlar ishlab chiqaruvchi kompaniya ochadi. Lekin uni hamma fikrlari ham zararsiz bo'lmagan. Masalan, u global issiqlikka, ozon qatlamida hosil bo'lgan teshikka va HIV, ya'ni AIDS kabi kasalliklar o'limga olib kelishiga ishonmagan. 2000-yillar boshlarida Janubiy Afrika AIDS epidemiyasiga qarshi kurashayotgan bir paytda AIDSga ishonmaydiganlarning soni ham juda ham baland bo'lgan. Ya'ni ularning prezidenti Thabo Mbeki ham aynan o'shalardan biri edi. U xuddi Kary Mullis kabi AIDS o'limga olib kelishiga ishonmas edi va aynan o'sha sababdan u Kary Mullisni pozitiv propaganda sifatida Janubiy Afrikaga taklif qiladi. Minbarga chiqib gapirish uchun va shu tariqa Thabo rahbarligi ostida xalq uchun AIDSga qarshi yetarlicha tibbiyot ko'rsatilmaganligi uchun 330 mingdan ko'proq odamlar o'ladi. Aynan shu AIDS tufayli. Bu o'limlarning barchasiga bevosita bo'lmasa ham bilvosita Kary Mullisning shaxsiy fikrlari katta sababchi bo'lgan. Kary Mullis 2019-yil avgust oyida o'pka yallig'lanishi tufayli 74 yoshida vafot etadi. Shunga qaramay, PCR metodi hali ham ishlamoqda. 1 yil o'tgach, bu usul COVID testlarida eng muhim rolni o'ynaydi va pandemiya davomida milliardlab odamlar hayotini saqlab qolishga yordam beradi.
Aslida Mullis siz hech qachon atrofida bo'lishni xohlamaydigan odam edi. Unda bir nechta yorqin fikrlar bor edi, lekin u biror kompaniya tomonidan biror narsani kashf qilishga majburlanmagan edi. U PCR ni kashf qilishda ham xuddiki xayolida o'yinlarda o'ynayotgan edi. Qandaydir ma'noda aytganda, u ma'lum bir muammoning yechimini yaratishga muvaffaq bo'ldi, ammo boshqa muammolar paydo bo'lishiga ham imkon yaratib berdi. Xulosa qilib aytganda, Kerry Mullisning hikoyasidan o'rganishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa bu avtomatlashtirishning kashfiyotlariga qanday ta'sir qilishi. Mullis PCR metodini qisman yaratdi desak ham bo'ladi, chunki uning kundalik ishlari mashina qo'liga o'tgandi. Biz ham sun'iy intellekt modellari bilan yashayotgan ekanmiz. Bu biz uchun muhim nuqta. Albatta bu qo'rqinchli eshitilishi mumkin, lekin aynan shu narsa bizni Kerry Mullis kabi kattaroq va bundan-da kreativroq ixtirolar qilishga undashi mumkin. Shunday qilib, avtomatlashtirish ongimizni kengaytirib, hattoki dunyoni o'zgartira oladigan yutuqlar va kashfiyotlar qilishimizga imkon yaratishi mumkin. Bu bilan aytmoqchimanki, kundalik hayotimizdagi topshiriqlarni har xil apparatlarga topshirib qo'yar ekanmiz. Bu bilan biz miyamizning bo'sh qolgan narsasini endi behuda narsalarga ketkazish o'rniga yana ham kreativroq narsalarni ixtiro qilish ustida ishlashimiz kerak demoqchiman. Zero bugungi kundagi sivilizatsiya darajasiga yetishimizga sababchi bo'lgan eng katta narsalardan bittasi muammolarga yechim topishlik qobiliyatimizni yo'qotib qo'ymaylik. Dunyo juda ham qiziqarli va bu narsa haqida keyingi kadrimizda ikki og'iz gapim bor. Men musulmonman, siz ham musulmonsiz va men boy bo'lishni xohlayman. O'ylashingiz mumkindir, musulmon insonga dunyoga ruju qo'yish yaxshi emas deb. Albatta, men ruju qo'ymaganman. Lekin o'ylab ko'ring, dunyoda limited miqdorda pul bor. Va men ham, yonimda o'tirgan xristian ham, uning yonidagi yahudi ham, uning yonidagi ateist ham va boshqa barcha turdagi yaxshi va yomon toifadagi insonlarning hammasi men kabi boy bo'lishni xohlayapti. O'ylab ko'ring, 1 milliard dollar pul siz bilan menga o'xshagan musulmonning qo'lida jamiyatga yaxshi xizmat qiladimi yoki boshqa toifadagi insonlarning qo'lida yaxshi xizmat qiladimi? Men aynan o'shaning uchun ham boy bo'lgim keladi. Chunki dunyoning hozirgi politik va ekonomik holatini hisobga oladigan bo'lsak, faqatgina qudratli va boy xalqlar, millatlar yaxshi yashayapti. Faqatgina o'shalargina farzandlarini hayotini, kelajagini ta'minlab bera olyapti. Va aynan o'shaning uchun ham musulmon sifatida men boy bo'lishni xohlayman. Zero boshqa musulmonlarga va musulmon bo'lmagan boshqa insonlarning ham hayotiga foyda keltira olay. Va men bilaman aynan o'sha pul menga va men qatori bo'lgan musulmonlarning qo'lida yaxshiroq xizmat qiladi. Hozirgi kunda boylikka erishish yagona yo'li bu bilim. Boylik esa qudratga boshlaydi. Aynan o'shaning uchun ham YouTube'da shu videolarni ulashmoqchiman. Garchi bu videolarning katta qismini o'zim yasamagan bo'lsam ham, shu tarjima qilgan bilimlarimiz sizni olimlik faoliyatingizga zarracha hissa qo'shgan bo'lsa, biz kechqurun uyquga xotirjam ketamiz. Shunday ekan, bilim o'rganishda hech qachon to'xtab qolmang. Bu videoni o'rtoqlaringiz bilan ulashing, zero ular ham bilim o'rganishdi. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishamiz va esingizdan chiqarmang. Atrofi olam siz bilan men o'ylaganimizdan ko'ra ancha qiziqarliroq.